tarixni varaqlasak agar barcha payg'ambarlar, nabiylar, rasullar hammalari kasb kor bilan mashg'ul bo'lganlar. Qo'llarida kasb kor bo'lgan. Odam alayhisolatu vassalom, Ibrohim, Lut alayhisolatu vassalom dehqon bo'lganlar. Dehqonchilik bilan shug'ullanganlar. Muso alayhisolatu vassalom savdogar bo'lganlar. Nuh va Zakariya alayhisalom duradgor bo'lganlar. Idris, Sulaymon alayhisalom, ya'ni Idris alayhisalom tikuvchi bo'lganlar. Davud alayhisalom temirchi bo'lganlar. Qarang. Iso alayhisolatu vassalom tabib bo'lganlar. Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam esa balog'at yoshiga yetganlarida Makka ahlini, qo'ylarini dashtlarga olib chiqib, boqib, o'shalardan haq olganlar. Ya'ni qo'y boqar bo'lganlar. Ya'ni katta bo'lgandan keyin tijorat bilan shug'ullanganlar. Hadisha onamizni tijoratlarini yuritganlar. Qarang. Demak, payg'ambari Xudo kasb va kor bilan mashg'ul ekanlar. Ya'ni qanaqa kasb deyilsa, halol kasb. Demak, nima uchun biz kasb qilmasdan, boshqa ish qilmasdan ba'zida Alloh panoh bersin, tayyor daromad kelishligini, birovlarni chuv tushirishlikni, birovlarni aldashlikni ba'zida insonlar o'tirgan joyda o'ylaydi. Alloh panoh bersin.